Assalomu alaykum. Hafta dayjestlarimizda bir uzilish bo'ldi. Men bu uzilish uchun uzr so'rayman. Safarlar bilan bog'liq bir muddat o'shancha hafta dayjestini tayyorlamadim. Shu sababli bugun 15-iyun, 13-iyul oyligi davomidagi bir dayjestda, ya'ni ushbu oylik davomida bo'lib o'tgan yangiliklarga bag'ishlangan dayjestimizni boshlaymiz. Demak, biznes va marketing olamida nimalar bo'ldi? Birinchisi, uncha yaxshi bo'lmagan yangilik bu O'zbekistondagi juda ham ancha vaqt davomida ishlagan va ma'lum bir taniqlikka ega bo'lgan RedTag do'konlar tarmog'i RedTag brendi O'zbekistondan chiqib ketayotganligini e'lon qildi. Bu albatta biroz yaxshi bo'lmagan yangilik. Nafaqat RedTag, balki ushbu do'konlar tarmog'iga kiruvchi Flow oyoq kiyimlarini sotuvchi tarmoqlar ham barchaligi bir yo'la yopilishini e'lon qildi. Sababi endi menimcha o'sha bir nechta xalqaro aynan kiyim retail bilan bog'liq bo'lgan kompaniyalarning O'zbekistonga kirib kelganligi natijasidagi vujudga kelgan menimcha raqobatdagi qizish bo'lsa kerak. Men detallarni aniq bilmayman. O'sha bir vaqtlar RedTag va Flow kompaniyalari, o'sha tarmoqlari Korzinkani boshqaruvidagi o'sha Angel Seafood kompaniyasiga tegishli edi. Keyin biroz vaqt o'tgandan keyin o'sha Korzinka alohida, RedTag va Flow alohida bo'lib ajralib ketishgandi va afsuski endi RedTag bilan Flow O'zbekistonda bo'lmaydi. Ushbu oyda hammamizga ma'lumki, futbol bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tyapti va tabiiyki futbol bo'yicha jahon chempionati vaqtida ham juda ham ko'p yangiliklar, futboldan tashqari marketing bilan bevosita reklama bilan bog'liq bo'lgan yangiliklar bo'ldi va ulardan ayrimlarini aytib o'taman. Birinchisi, bu juda ham bir qiziq holat bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi stadionlar ma'lum bir brendlarga homiylik asosida sotilgan va ushbu stadionlar ushbu brendlarning nomini yuritishadi. Misol uchun shunday stadionlardan bittasi bu O'zbekiston terma jamoasi o'ynagan stadionlardan bittasi bu Atlantadagi Mercedes-Benz Arena yoki misol uchun New Jerseydagi final bo'lib o'tadigan MetLife Arena. Lekin jahon chempionati vaqtiga FIFA shunday bir talabni qo'ydiki, barcha stadionlarda o'sha kommersiya logotiplar yopilishi kerak va stadionlar faqatgina ushbu shahar nomi bilan nomlanishi kerak degan talabni qo'ydi. Va ushbu brendlar o'zlarining logotiplarini bekitishlari kerak bo'ldi. Lekin ayrim brendlar ushbu cheklovlarni juda ham chiroyli aylanib o'tishdi. Birinchisi Levi's kompaniyasi, ya'ni kiyim ishlab chiqaruvchi Levi's kompaniyasi o'zining logotipini stadionda yopdi oq mato bilan. Lekin aynan mana shu oq matoni jahon chempionati vaqtida o'zlarining logotiplari qilib ijtimoiy tarmoqlarda almashtirib qo'yishdi va bu juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi va Levi's kompaniyasining foydasiga ishladi. Bostondagi Gillette stadioni bo'lsa, mana Bostonda so'nggi chorak final bahslari bo'lib o'tgandagi Bostondagi stadionda futbol bahslari tugagandan keyin stadionga o'z nomini qaytarish mumkin bo'ldi va Gillette kompaniyasi juda ham ajoyib ravishda sun'iy intellektdan foydalangan holatda ushbu oq matoni xuddi soqol olish penasidan foydalangandek qilib, xuddi o'sha o'zlarining o'sha soqol olish britvalarini orqali penani olib tashlab Gillette yozuvini qaytarishganligi haqidagi videoni joylashdi. Bu ham juda ham bir qiziq bo'ldi. Va mana shu barcha holatlarda bir stadionda juda ham bir ajoyib holatni o'zim kuzatdim. Barcha logotiplar yopildi, lekin bir stadionda bir logotipni yopishning imkoni bo'lmadi. Bu Atlantadagi Mercedes-Benz Arenada Mercedes-Benz logotipini bir joyda yopishning imkoni bo'lmadi. Sababi Mercedes-Benz Arenasining, Atlantadagi Mercedes-Benz Arenasining tomi Mercedes logotipi ko'rinishida qilingan va bu tom yopilgan holatda logotip ko'rinadi va u logotipni hech qanaqasi yopib bo'lmasdi va Mercedesning logotipi u yerda qoldi. Mana shunday bir stadionlar va brendlar bilan qiziq holatlar bo'lib o'tdi. Jahon chempionati vaqtidagi qiziq yana bir yangilikni aytib o'taman. Endi tabiiyki futbol bo'yicha jahon chempionati bu dunyodagi mana shu vaqtda bo'lib o'tayotgan eng katta voqea va barcha brendlar xohlaymizmi, xohlamaymizmi ushbu jahon chempionati vaqtida qandaydir o'zlarining faolliklarini ko'rsatishga harakat qilishadi va mana shunday faollikning bir ajoyib turini Fly Norwegian aviakompaniyasi yo'lga qo'ydi. Norvegiya va Angliya o'rtasidagi chorak final o'yinidan oldin Fly Norwegian aviakompaniyasi o'zining ijtimoiy tarmoqlarida British Airways aviakompaniyasiga bir bahsni taklif qildi. Ya'ni agar Norvegiya
g'alaba qozonsa, British Airways kompaniyasi bir kunga ijtimoiy tarmoqlarda o'z logotipini Fly Norwegian aviakompaniyasining logotipiga o'zgartiradi. Agar Angliya g'alaba qozonsa, xuddi shu ishni Fly Norwegian amalga oshiradi. Mana shunday bahsni e'lon qildi. Bunga British Airways aviakompaniyasi o'sha zahoti javob qaytardi va natijada barchamizga ma'lumki, Angliya terma jamoasi g'alaba qozondi va bahsda yutqizgan, ushbu bahsni o'zi taklif qilgan holatda bahsda yutqizgan Fly Norwegian aviakompaniyasi bir kunga ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarining logotiplarini British Airways kompaniyasining logotipiga almashtirishdi. Bu narsa dunyoning juda ham ko'p ommaviy axborot vositalari tomonidan tarqaldi va ikkala aviakompaniya ham bundan juda ham katta yutuqqa erishdi. O'zbekistonda yangilangan o'zbek alifbosi paydo bo'lishi mumkin. Bu gap anchadan beri yurgandi. Endi aynan ushbu o'zgarishlarni Qonunchilik palatasi ko'rib chiqilishiga olib kirildi. Ya'ni o'zbek alifbosida, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida O, G, Ch, Sh harflari o'zgaradi. Ya'ni ilgari Sh harfi S va H harfi orqali yozilgan bo'lsa, endi S va tagida o'sha elementli O harfi va G harfi dan keyin tutuq belgisi bo'lgan bo'lsa, endi bu tepasiga yoziladi. Ya'ni harflar o'zgaradi. Katta ehtimol bilan parlament bu o'zgarishlarni qabul qiladi. Bu tabiiyki juda ham katta o'zgarishlarga olib keladi. Xususan reklamada ham barcha tashqi reklama obyektlarini, barcha reklama roliklarini o'zgartirish kerak bo'ladi. Endi bu yaxshimi yomonmi vaqt ko'rsatadi buni. UzAuto Motors o'zining eng qimmat avtomobili sotuvga chiqqanligini e'lon qildi. Chevrolet Suburban modeli ham endi O'zbekistonda UzAuto Motors tomonidan sotiladi va ushbu avtomobilning o'sha eng qimmat modelining narxi 1,485 millionni tashkil qiladi va bu narx bugungi kungacha eng qimmat bo'lgan Chevrolet Tahoe'dan ham o'tib ketdi. O'zbekistonning Chevrolet kompaniyasining O'zbekistondagi faolliklarini ko'rishimiz mumkin. Albatta, ular bozor lideri sifatida qolishyapti haligacha, lekin kundan kunga ularning bozor ulushi kamayib boryapti. Bugungi kunda o'sha 80% dan ham tushib ketdi, ya'ni 78% ni tashkil qilyapti. Lekin baribir hali ham juda ham katta bozor ulushiga ega bo'lgan kompaniya mana shu premium segmentiga avtomobillar bozorini ulushini kengaytirish maqsadida Chevrolet Suburban avtomobilini ham endi bozorga sotuvga chiqarishdi. Cloud sun'iy intellektining reklamasi Cannes sherlari festivalining Grand Prix sohibiga aylandi. Ya'ni bilamiz, Cannes sherlari bu dunyodagi eng katta reklama festivali hisoblanadi. Biz bilamizki, o'sha ChatGPT, Gemini kabi sun'iy intellektlarning ichida reklamalar paydo bo'lishni boshlagandi va ularning ashaddiy raqobatchisi bo'lgan Cloud esa o'zining ushbu vaziyatdan unumli foydalanish maqsadida AIda reklama kirib kelyapti, lekin Cloudda emas nomli o'sha reklama kompaniyasini e'lon qilgandi. Cloudning ushbu rolikida foydalanuvchilar sun'iy intellektdan, ya'ni boshqa sun'iy intellektdan qanday qilib onam bilan munosabatlarni yaxshilasam bo'ladi degan savolni beradi. Sun'iy intellekt esa bunga javoban umuman bu mavzuga aloqasi bo'lmagan reklamani ko'rsatishni boshlaydi va buning o'sha yomon taraflarini, ya'ni Cloudda reklama yo'qligini ko'rsatuvchi reklama roligi Cannes sherlarida birinchi o'rinni egalladi, Grand Prixni egalladi. O'zbekistonda 16 yoshgacha bo'lgan bolalarni ijtimoiy tarmoqlardan cheklash masalasi ko'rib chiqilyapti. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri E'zozxon Karimova ushbu masalada parlament vakillari bilan muzokaralar olib borilganligini va vazirlik ushbu masalada qonun loyihasini ishlab chiqishini e'lon qildi. Maqsad bolalarda telefondan foydalanish madaniyatini shakllantirish hamda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni tartibga solish va cheklash. Bilasizmi, o'zi agar dunyo tajribasiga qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p davlatlarda bunday cheklovlar bor. Misol uchun Yevropada, Amerikada 16 mart, misol uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish yosh cheklovi 13 yosh qilib belgilangan va bu narsa bilan juda ham qattiq bu cheklov amalga oshiriladi. Shuning uchun menimcha bizda ham bunaqa cheklov kiritilsa kerak. Jahon chempionati mavzusini davom ettirar ekanmiz. Barchamiz bilamiz, o'sha O'zbekiston milliy terma jamoasi ham jahon chempionatida qatnashdi. Yaxshimi, yomonmi, ushbu 3 o'yinni ko'rdik va men aniq ayta olamanki, 3 o'yinning natijasidan qat'iy nazar O'zbekiston bu jahon chempionatida g'alaba qozondi. Nafaqat o'sha men jahon chempionatidan oldin ham o'zim bir
mana shu mavzuda bir rolik tayyorlagandim, hozir ham qaytarib o'taman. Bu juda ham katta bayram bo'ldi. Bizni, men shaxsan o'zim aytishim mumkin, bungacha jahon chempionatlarida, Yevropa chempionatlarida, umuman katta turnirlarda doimiy ravishda biz chetdan ko'rardik va ichimizda ozgincha alam tuyg'usi bo'lardi. Bu safar barchamiz ushbu musobaqani, ushbu bayramni ichidan kuzatdik. Ushbu bayramning bir vakili sifatida kuzatdik va menimcha bu juda ham katta yutuq bo'ldi va ushbu jahon chempionatining natijalariga ko'ra O'zbekistonning o'zining imiji ham dunyoda keskin oshganini ko'rishimiz mumkin. Jahon chempionati natijalariga ko'ra O'zbekiston haqidagi internetdagi qidiruvlar soni 450% ga oshgan. Xalqaro axborot maydonida milliy terma jamoa ishtiroki haqida 3 milliondan ortiq material e'lon qilindi. Xorijiy ommaviy axborot vositalari ijtimoiy tarmoqlarda 3.4 milliondan ortiq post va video materiallar tayyorlashdi. Ya'ni O'zbekistonning imiji, O'zbekistonning jahonga tanilishi juda ham yaxshi, pozitiv tarafdan bo'ldi deb aytsak bo'ladi va bu albatta bizning davlatimizning, bizning jamoamizning g'alabasi va yana bir marta qaytarib o'taman, bu narsa uchun yigitlarga faqatgina rahmat aytish kerak. 15-iyun, 13-iyul oyligi davomida biznes va marketing olamida bo'lib o'tgan yangiliklar shulardan iborat edi. Bundan buyog'iga har hafta yangiliklarni tayyorlashda davom etamiz. Albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Rahmat.